Assalomu alaykum Hamid aka. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Xush kelibsizlar nashriyotimizga. Anchadan beri sizlar bilan davra suhbat qilishni orzu qilib yurardik. Shu Rene Genonni Zamonaviy dunyo inqirozi degan kitobini nashr etdik. Tarjimalari Hamid akaniki, Hamid Sodiq. Shu kitob chiqqani bilan hammani o'zbek o'quvchilarini tarjimonlarda tabriklashga ruxsat bergaysizlar. Rahmat. Gapni avvalo muallifdan boshlaymizmi? Muallif haqida ikki og'iz to'xtalsangiz, keyin asari haqida. Abdulla aka rahmat. Umuman bu kitobni chop etilishida qaysidir ma'noda hali buni sifatini kitobxonlar belgilab beradi. O'qilgandan keyin Rene Genon fikrlariga bo'lgan munosabatlari orqali ixtiyoriy tahlillar buni ko'rsatadi kitobning muvaffaqiyatini va kitobning muvaffaqiyatini qaysi nashriyot chop etdi va uning orqasida kim turibdi va bu davom etadimi, ya'ni bu qaysi fikriy model yoki bo'lmasa konsept asosida tarjima qilindi yoki bo'lmasa bu kitobda bir inqiroz degan so'z bor uchun tarjima qildikmi tez sotilishi uchun yoki bo'lmasa qandaydir bir sariq kitobmi bu degan savollar qo'yilgandan keyin va buning obro'sini, ahamiyatini, bu kitob olib kelayotgan dunyoni ko'rsatib berish imkoniyati va o'zi bilan birga olib keladigan xavflar nimalardan iborat, har qanday g'oyani ilgari surayotgan kitobda, har qanday kitobda, insonlar tomonidan yozilgan kitobda deylik, mana shu kuchli kitob, kuchli imkoniyat bilan birga kuchli xavflar ham olib keladi. Shularning jamlanmasi sifatida bu kitobning muvaffaqiyatli bo'lgan yoki bo'lmaganligini nasib qilsa vaqt ko'rsatadi. O'zi vaqt ko'rsatadi deyishim falsafiy nuqtai nazardan bir muammoli, mayli. Mohiyati ko'rsatib beradi deydigan bo'lsak, buning old shartlari bor Abdulla aka. Birinchidan, endi bu mening shaxsiy fikrim, hozirgi aytadigan gaplarim. Birinchidan, Akadem nashr men hurmat qiladigan nashriyotlardan. Nisbatan boshqa nashriyotlar mening fikrimcha bu yerda ko'proq fundamental kitoblarga va jamiyat uchun eng muhim bo'lgan yo'nalishlarga e'tibor qaratiladi. Misol uchun o'sha bolalar kitoblari, alohida bitta yo'nalish. Ikkinchisi bu jahon adabiyotining ko'pchilik e'tibor qaratmayotgan lekin muhim masalalari, adabiy kitoblar va shu bilan birga falsafiy kitoblar. Va shoshilmaydi bu nashriyot. Har bir men buni birinchi ishlashim Zamonaviy dunyo inqirozi kitobida Avazbek Akadem nashr. Men hamisha simpatiya bilan qaraganman bu nashriyotga va kelayotganda ham aytdim. Avazbekka aytayotgandim. Hamid aka, mana bu so'zni ko'rib bering. Mana buni ko'rib bering. O'zgartirsak bo'ladimi? Hattoki o'sha kitobni nimasi, ya'ni muqovasigacha, muqovaning so'zlarigacha, masalan, ayrim so'zlarni oldirtirib tashladim men. An'ana degan so'zni qo'llamanglar bu kitobda degan ma'noda va mana shu kontakt bor. Ya'ni bu kitob muvaffaqiyatining old shartlaridan hisoblanadi. Va Abdulla aka, bu kitobni nashriyotdan tashqarida ham ko'proq muhokama qilish ehtiyoji bor bizlarda. Bu kitobning sotilishi boshqa bu ikkinchi, uchinchi darajali bo'lishi mumkin, lekin bu kitobning talqini muhimroq ekanligini bizlar aynan bugungi bo'layotgan geosiyosiy munosabatlar, mafkuraviy munosabatlarda markaziy o'rin tutgani uchun tarjima qilindi va bu mutafakkirning hali asosan 20 ga yaqin asarlari bor va bu ham tarjima jarayonida. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha fikringizning ilk qismida aytganingiz muvaffaqiyatli bo'lishining old shartlari bor va biz muvaffaqiyat deganimizda o'sha kitobning mohiyatidan kelib chiqib progressiv mohiyatni tushunayotganimiz yo'q. Kitob ko'p sotilishi, qancha foyda olib kelishi, Genon nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, fikrlarning o'zgarishini u ko'rinmaydi.
lekin boyagi men ko'p misol keltiraman Abdulla aka, choyga solingan novotga o'xshaydi. Ya'ni bir muddatdan keyin novotni ko'rmaysiz, lekin choyni ta'mini o'zgartirgan bo'ladi. Tashqaridan qaraganda novotli choy ham, novotsiz choy ham bir xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Va zamonaviy dunyo buni ko'tarmaydi. O'sha umuman hozir kitobga kirishmay turaylik. Mana shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, uning kitobning muvaffaqiyatli bo'lishida, jamiyatimizga foyda keltirishida, bu ko'p yillar o'qiladigan va atrofida ma'lum bir auditoriyani jamlay oladigan asar sifatida ko'rgim keladi. Endi bunga Avazbek ham to'xtalib o'tadi va men qisqa o'sha Rene Genon shaxsiyatiga to'xtalmoqchiman. Rene Genon Fransiyada tug'ilgan, fransuz millati va u 1886-yil tug'ilgan va Genon oilasi bu taqvodorlar oilasi edi. O'sha xristianlikning katolik oqimida va oilasi o'sha to'liq diniy qoidalar bo'yicha yashaydigan, ibodatlarini to'liq bajaradigan, qoidalariga rioya qiladigan bir oilada tug'ilgan, katolik haqiqiy edi va o'sha tug'ilgan yillarini oladigan bo'lsak, bu buyuk bir tushkunlik davri edi. Birinchi jahon urushini ko'rdi, ikkinchi jahon urushini ko'rdi va birinchi jahon urushi boshlanishidan oldin Rene Genonda birinchi jahon urushini vujudga keltirishning sabablarini anglash bor edi. Zamonaviy dunyoning inqirozi uning tabiatida bor va bu urushlarni vujudga keltiradi. Boshqa yo'li yo'q bu tamaddunning. Boshqa yo'li yo'q bu sivilizatsiyaning degan dunyoqarash unda shakllangan edi. Chunki Genon bo'yicha bugungi zamonaviy dunyo, bugungi uni modern deymizmi, liberal dunyo deymizmi, bu moddiyatga qurilgan, bo'linishga qurilgan bir tamaddun bo'lib, bu albatta ziddiyatlarni vujudga keltiradi va nima ziddiyatlarni vujudga keltirmaydi degan savol bor edi. Nima hamma narsani jamlaydi, nima o'zgarmas? Nima o'zgarmas? Ya'ni o'zgarmas deganimizda katta harflar bilan. Ilohiy nuqtai nazardan, prinsip nuqtai nazardan o'zgarmas narsa bo'lishi mumkin-ku. Bu mana shunaqa juda ham bir chiroyli borliq dunyo ma'lum bir qonuniyatsiz qurilmagan-ku degan yosh Genonda savol bor edi. Va u mana shu fikrlarini rivojlantirdi va tabiiyki unga o'zidan oldingi faylasuflar ta'sir ko'rsatdi. Bu ilk faylasuflar uni zotan falsafaga qarshi o'zi. Lekin ular ta'sir ko'rsatgan Avazbek. O'sha Fales deymizmi, Platon deymizmi, Suqrotmi, Aristotel va hokazo. Mana shularning ta'sirida u inkor qilish davrini boshladi. Inkor hamma tamom bu ishlamaydigan tamaddun urushni vujudga keltiradigan va shu asosida u o'zining asarlarini yozishni boshladi va g'arb falsafasiga shu bilan birga sharq tafakkur tarziga jiddiy ta'sir ko'rsatgan mutafakkir sifatida. Faylasuf deyishni yomon ko'rgan. Men faylasuf emasman degan. Chunki falsafani bu profanik bir tafakkur tarzi sifatida ko'rgan. Uni Avazbek nima dedik? Ya'ni sakralist, sakrallashtiruvchi, muqaddaslashtiruvchi, muqaddas narsani qidiruvchi bir olim sifatida ko'zga tashlanadi. Umuman olganimizda Genon haqida qisqacha shuni aytish mumkin. Avazbek kitob haqida va uni chop etilishining ahamiyati haqida fikrlaringiz bo'lsa. Rahmat. Haqiqatda kitobni o'zi nomidan bilinadiki, Genon bu zamonaviy dunyoni o'zini o'sha kelib chiqish ontologiyasini o'zida inqiroz bor edi. Ya'ni inqiroz bu yoki bir dunyo, bu modern dunyo uni davriga kelib bir inqiroz yuz tutgani yo'q. Aslida boshlanishidayoq muammolar bor edi. Bu eng o'sha davlat boshqaruvidan bo'lsin, millat ustiga davlatni qurish, millat davlati va taraqqiyotni, tarixni yagona mezoni sifatida ko'rish masalasida bo'lsin
yoki umuman uning davrida misol uchun ilmiy doiralarda nihoyatda keskin rivojlangan sotsial darvinizmdan qilib aytasizmi, ya'ni kuchli tur boshqalar ustidan hukmronlik qilishga da'vosi va harakatni tafakkursiz, harakatni o'zi maqsadga aylanib qolishi kabi masalalarni Ginon o'sha davrda tushungan. O'zi zotan o'sha mutafakkirlarda ko'rasizki, qaysi bir ilmiy asarni yozsa, keyingi 100 yilga mo'ljallab yozadi. Ya'ni uni asari keyingi 100 yildagi voqea hodisalarni ko'rsatish mumkin. Misol uchun bu kitobda yozilgan 100 yildan oshgan bo'lsa, bugungi kunimizda ko'ryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar ko'rinishida insonlarda ya'ni to'xtab bir o'ziga ichki savollarni berib, sukutda o'tirib tafakkur qilishni, mana shu tafakkur qilishga o'zi vaqt yetishmayotganligi, biz vaqtni tejash uchun turli xil smart texnologiyalar ishlab chiqaryapmizda, lekin nimagadir vaqtimiz yana yetmayapti. Bizga vaqt kamdek tuyulyapti. Mana shu muammolarni Ginon ushbu asarda va boshqa asarlarda ham tushuntirib beradiki, Ginon uchun mana shu uning davrida bo'lgan tartibsizliklar, qirg'inbarotlar, urushlarni yechimi butun dunyoga tinchlikni olib keladigan, uning nazdidagi o'sha muqaddas bir dunyoni shakllantiradigan paradigmani mana shu bir hamma dinlarning va hamma butun dunyoning yagona substansiyasi, primordial traditsiya deydi. Mana shu traditsiyadan kelib chiqqanligi, u yerda prinsiplar hamma uchun bir xil ishlashi, ya'ni buni Xitoyga borasizmi, Yevropaga borasizmi, Afrikaga, Osiyoga kelasizmi, umuman hamma yoqda qonuniyati bir xil ekanligi va mana shu prinsiplarni biz agar tushunadigan bo'lsak, bir-birimiz bilan urushmaymiz, bir-birimiz bilan tinch yashaymiz va o'sha profanizmga, profan o'sha dunyoni yoki umuman ilmni faqat ratsional aql bilan, faqat manfaat, faqat foyda ko'zi bilan, natija ko'zi bilan ko'rish emas, balki uni ortidagi mohiyatni, ma'no mohiyatni tushuntirish va mana shuni tushuntirish davomida biz bir-birimizni o'sha tafakkur umuman kalitini topamiz va urushmaymiz degan bir intilish bo'lgan va u Hindistonga borgan, hinduizmni o'rgangan, buddizmni o'rgangan, sanskrit tilini o'rgangan, keyinchalik o'sha Misrga kelib, umrining qolgan 20 yilini, adashmasam, mana shu Misrdagi Shoziliya nimada sufiylik tariqatida islomni qabul qilgan. Islom qabul qilgandan keyin ismini ham Shayx Abdulvohid Yahyoga o'zgartirgan. Shu yerda shu tariqat yo'nalishida keyin butun ilmiy ishlarni tushungan va bu tariqat bugun dunyoda juda keskin, ya'ni tezlikda rivojlanayotgan va odamlar o'rtasida ommalashayotgan ko'ramiz. Hattoki Britaniyadagi qirollik oilasida ham shunday bir nimalar bor, ma'lumotlar bor. Mana shunday bir tariqat yo'li umuman shu dunyoni anglashdagi traditsionalistik paradigmani yana qaytib o'zidan o'ziga kelayotganligi va bu modern dunyoga alternativ sifatida ko'rinayotganligini biz kuzatishimiz mumkin. Ya'ni modern dunyo mana shu Epstein fayllari ochilgandan keyin o'zining batamom o'sha agar aytadigan bo'lsak qo'shtirnoqcha jozibadorligini yo'qotib bo'ldi. Dunyoning barcha elita va bugun dunyo yana qaytib o'sha eski traditsiya davriga qaytayotganini tushunishimiz mumkin. Kitobni tarjimasi va undagi muhimligi, zarurati nuqtasidan aytmoqchimanki, Ginon kabi modern dunyoni muammolarini bir konseptual, ilmiy ochib beradigan mutafakkirlar kam. Ginon buni tamom o'sha uning o'sha ratsionalizm bo'lsin, individualizm bo'lsin, liberal dunyoqarash yoki fashizm yuzaga kelishi, kommunizm va hokazo. Bular hammasini birlashtirib tagidagi muammo nimada ekanligini tushuntirib beradi. Yuqorida Hamid aka aytganlari kabi bu jarayon o'sha Falesdan boshlangan, chunki u sakral bo'lgan fanni, ya'ni geometriya fanini sekulyarlashtirishni boshlab bergan faylasuflardan birida. Geometriyada Misrda geometriya bu muqaddas fan edi. O'sha turli xil piramidani shakllari, sfinkslar va o'sha binolarning qurilishi, umuman oy, yulduz, quyoshlar uchun geometriya juda ham rivojlangan edi. Faqat u ilohiylik bilan, o'sha xudolar bilan, o'sha umuman mana shunaqangi dunyoqarash bilan traditsionalizm bilan tushunar edi.
Falesda qarasak mana shu narsani nima qildi, ilm fanini oldi, qolgan ilohiyatga doir bo'lgan masalalarni mana maydondan sekinlik bilan olib tashlaganligi kuzatiladi. Endi ratsionalizm sekinlik bilan shu davrdan boshlangan. Fales, Avazbek Falesni umuman genon dunyoqarashi, genon talqinida kim o'zi bu? Nima uchun Fales muhim? Ya'ni bu davr genon qanday chegaralaydi buni? O'zi ko'pgina faylasufalar tomonidan ham, mutafakkirlar tomonidan ham shu insoniy tarixda falsafani birinchi maktabini shakllantirgan o'sha millatli Fales nazarda tutiladi va uni birinchi qilgan narsasi Hamid aka o'zini xalqi uchun o'zini atrofidagi jamiyatda shunday bir holat bor ediki, u holat insonlarga tinchlik, halovat bermasdi. U qanaqa holat edi? Ular Panteonda ularning o'z ibodatxonasida nihoyatda ko'p o'sha turli xil but sanamlarni yasab olishgan. Ya'ni Panteon xudolar uyi. Xudolar uyi, ha. Ular uyi. Juda nechta ham o'sha ilohlari sig'ingan. Va u insonlarga xotirjamlik bermasdi. Ya'ni ma'lum bir harakatni qilsa, ma'lum bir butga yoqishi mumkin, bunisiga yoqmasligi mumkin. Buni irodalar to'qnashuvi, Zeusga, Apollon va hokazo. Va odamlarda o'limdan keyin hayot qanday yuzaga keladi? Dunyo qanday yaralgan? Umuman hammasida ziddiyat kirishgan edi. Fales o'yladiki, odamlarga ichki xotirjamlik kerak. Bu xotirjamlikni nima qilamiz? O'sha ilm fanni olib kelib, insonni tabiat ustidan o'sha tabiiy qonunlarni topib, tabiatni o'ziga bo'ysundirib, insonlar o'sha ijtimoiylashib, insonlar deylik yomg'ir nima uchun yog'adi, chaqmoq nima uchun chaqadi, uni tabiiy holatlarini o'rganib, mana bu panteondagi ilohlarni rad etib, dunyoni ratsional bir sekulyar ko'rinishda shakllantirish, bu o'yladiki, nimada Falesda odamlarga halovat olib keladi. Mana shu yo'sinda bu birinchi qadam edi. Genom buni transformatsiya deydi. Ya'ni haqiqiy donishmandlik jarayoni, donishmandlikni sevish nimasiga o'tadi, jarayoni. Bu kitobda ham aytadi-da. Donishmandlik bilan donishmandlik sevish boshqa narsa deydi. Falesda, undan keyin Anaximandr va Anaxagoras bular hamma butun traditsiyadagi dunyoqarashni oddiyroq tilda aytsak sekulyarlashtirdi, chunki dunyoni qanday yaratdi? Masalan, Misrda Archi degan bo'lsa, bular suv dedi. Undan keyin tabiatga bog'ladi, ha. Olovga bog'ladi. Olovga bog'ladi, mana Geraklit yoki Fales shogirdi pnevmaga bog'ladi, aprionga bog'ladi, moddalarga, dunyoning yaratilishi. Va bu olamda shunday bir qonunlar mavjudki dediki, bu zardushtilikdan kelgan narsa aslida. Butun o'sha go'yoki bir panteizmga asos sifatidagi nimani konseptni oldi. Bunda aytiladiki, butun dunyoda mana shunday bir qonuniyat borki, u butun borliqni nazorat qilib turadi va ilohiylik aynan shuni ichida dedi. Alohida bir haligi inson sifat o'zlari ular jamiyatida shakllantirgan xudolar mavjud emas, balki borliqning o'zi ilohiydir degan bir panteistik bir nimani jarayoni boshlandi va bu Suqrot davrigacha ma'lum bir borliqni tushunishdagi mavzu borliq edi. Haqiqat nima degan savol. Bu Suqrotdan keyingi javonda degradatsiyani ko'ramiz. Suqrot bu narsani nima qildi? Butunlay boshqa rakurs, ya'ni insonni o'ziga axloqqa soldi. Ya'ni Abdulla aka o'zi umuman ya'ni zulmat asri deb boshlanadi birinchi bob bu kitobda. Genon 4 ta davrga bo'ladi. 4 ta davrga bo'ladi va 4-chi davr, ya'ni temir, oltin, kumush, bronza va temir davri. Hozir temir davridamiz. Eng sifatsiz metallning eng sifatsiz qattiq nimasi temir deydim. Va bu zulmat asri, Kali Yuga deydim. Kali Yuga asri bu o'sha inqiroz vujudga keladigan davr. Aynan mana shu Kali Yuga davrini 7 donishmand boshlab berdi deydi. Falesdan boshlab. Bu Suqrot ham ichiga kirgan 7 donishmandning va biz kim orqali bilamiz? Platon orqali bilamiz ularni. Platon yozgan bularni hammasi. Platon bilan suhbatlashgan, Platon orqali keladi bular. Yoki Platondan keyin Aristoteldan keyin Platin va neoplatonistlar ketdi hammasi. Bularning hammasini bularga Genon, profanik olimlar, profanik
nimalar, donishmandlar. Ya'ni bular donishmandlikni sevamiz devdi. Ya'ni filosofiya bu donishmandlikni sevish, Genon aytadi. Lekin deydi, buni qandaydir bir ko'rinishda donishmand deb qabul qilib boshladik deydi. Bular o'zi aytuvdi, biz donishmandmiz, donishmand emasmiz. Donishmandlikni sevamiz faqat bizlar. Donishmandlar u naryoqda boyagi Genon bo'yicha haqiqiy donishmandlar, traditsionalistlar piramidada, o'sha Amon-Ra, boshqa mana shu katta bir dunyoda ichida firavnlari bilan, o'zining iyerarxiyasi bilan va biz o'yladikki, bular haqiqiy donishmand deb o'yladik. Aslida bular profanlar edi deydi. Donishmandlikni sevuvchilar bular profanlar deydi. Va biz ularni donishmand dedik, ular aslida profan edi va bular bizga bir dunyoni taklif qildi. Bu dunyo modern dunyosi edi. Modern dunyosi biz bilamiz, bu liberalizmga asoslangan, utilitarizmga asoslangan, konsekvalizmga asoslangan, mana shunaqa, ya'ni iste'molga asoslangan va doimiy maydalanib boradigan. Doimiy maydalanib, parchalanib boradigan va bu parchalar Genon bo'yicha nazoratsiz yuradi. Hech yerga yopishmaydi hech yerga. Va bir-biri bilan urushaveradi. Anaqa mana shu aylanib yuradi, boyagi nazoratsiz bo'lgandan keyin bir-biri bilan to'qnashishda davom etaveradi. Tizim yo'q bularda deydi. Shuning uchun ham fan ham tinmasdan ko'payadi. Fan yoki bugungi maishiy til bilan aytadigan bo'lsak, xizmat ko'p. Taksi xizmatidan tortib, ovqat pishirib berish xizmatidan tortib, qiz topib berish xizmatidan tortib, seni dam oldirib kelish, hattoki boyagi urug'lantirish xizmatlari borda. Genon aytadiki, bu insonni baxtsiz qiladi bu deydi. Urushlarni vujudga keltiradi deydi. Bunga sizlar material, ya'ni pul, manba topib bera olmaysizlar deydi. Urushasizlar bir-biringiz bilan. Va bu borgan sayin, ya'ni bunday dunyo, materialistik dunyo, hamisha xizmatga bo'lgan, harakatga bo'lgan intilish odamlarning axloqini buzadi deydi. Odamlar asta-sekin axloqsizlashib boradi deydi. Va biz bugun ko'ryapmizki, ijtimoiy tarmoqlar bu insonlarning aqlini, axloqini ko'rsatadigan 1% bor, haqiqiy, sof, o'zining sohasini yaxshi biladigan, lekin ko'pchiligi o'zining o'sha ruschasiga nevejda deydi-ku, nima, boya johilligini pullashni boshladi. Jaholatni pullashdi. Bu eng past ko'rinish. Hattoki Genonning tushiga ham kirmovdi bu darajada tubanlashib ketishimizda. Epstein fayllar yoki otasi bilan hazillashadi, otasi bilan qo'pol hazillashadi, ayoli bilan kontent qiladi va butun kun davomida nima qilayotgan bo'lsa ko'rsatib beradi. Bu profanizm. Bu profanizmning ham eng boyagi tuban ko'rinish. Va u taxmin qiladi, millionlab odam o'ldiradi bu profanik dunyoqarash. Bu nigilizm. Nigilizmni ham pullashni boshladi Avazbek. Nima deysa endi bu dunyoga borku? O'zining axloqsizligini, o'zining nigilizm, boyagi sifatsiz nigilizmni ham pullashni boshladi. Boyagi mehr pullanishni boshladi-da. Shuning uchun Genon bu fenomen bu. Ya'ni hech bir olim mana shu fikrlarni birovni yomonlamasdan, Avazbek ko'rmaysiz. Nimada bor? Bitta odamni eslaydi, lekin uzr so'raydi unda ham. Buni eslab o'tmasam bo'lmaydi deydi. Bu yerda kimnidir yomonlash yoki bo'lmasa turli xil mana hozir misol keltirdik-ku, chunki bizni ko'rayotgan hali bu mavzuga kirib kelmayotgan odamlar tushunishi kerak. Hattoki shunday misollarni ham keltirmaydi. Hammasi o'sha akademik va ma'lum bir ilmiy plankani yoki donishmandlik plankasini ushlagan holatda kitobda yozadi. Buni umuman o'zi falsafani o'qigan, o'sha falsafiy og'ir kitoblarni o'qigan odam bundagi sifatni sezadi. Bu boshqa bir nimadagi kalibrdagi mutafakkir. Shuning uchun ham bugun Genon geosiyosatga ta'sir ko'rsatishni boshladi.
buyuk Hindiston deysizmi, Rossiya 3-Rim deysizmi, yunonizm bular hammasi. yoki Buyuk Britaniyani qayta oyoqqa turishi, yoki Amerikani qayta buyuk qilish g'oyalari, Maga loyihasi, misol Maga loyihasi ham shu Genonni nazariyalaridan keyinchalik o'sha qora ma'rifatni shakllanishi kabi falsafadan keyin shakllangan dunyo. Ya'ni bu bundan buyon o'sha buyuk so'zi bilan boshlanadigan bir davlatlar deysizmi, ittifoqlarmi bir jarayonlar yuzaga kelishini shu kitobda umuman genon atrofidagi umuman traditsionalistik asarlarda kuzatishingiz mumkin. Bu dunyo qaytyapti. Yangi feodalizm, yangi monarxiya, yangi xonlik tuzumi, yangi texnofeodalizm zamonaviy texnologiyalar ortida, lekin o'sha eski piramida davridagi boshqa usul. Hokimiyatni sakrallashtirish. Hokimiyat sakrallashtirish o'zi umumiy Hamid aka insoniyat tarixida birinchi o'sha davlatni shakllantirgan o'zi traditsionalistlar. Traditsionalistlar. Hozir Avazbek bularga chuqurlashib ketmaylik, chunki hozir bizlarga sof genon kerakda. Chunki hozir texno nimalarni oladigan bo'lsak, texnofeodalizmni ilgari surayotgan boyagi axloqining bir chegarasi bo'lmagan, nima deydi, faqat texnologiyani tushunadi, ikkita gapni qo'shib gapira olmaydiganlar bor. Bular boyagi birinchi kelayotgan changi bular, nima traditsionalistlar bular oppoq frakda mana shundoq qilib kerak bo'lsa yaktaklarda nimalar bilan, sallalar bilan haqiqiy aristokrat bular fikrlashi, bular tafakkur. Mana bu siz aytayotgan Zuckerberg, kim yana Elon Musk deylar, bular sifatsiz changi bular. Hech kim emas bular. Bular mana Elon Muskni ham o'zi yomon ko'rsatib ham bo'ldi. Kim fashist, bir texnofashist. Mana shulardan ancha ustun bo'ladi. Shuning uchun Avazbek hozir ularni ham traditsionalist desangiz o'zi noto'g'ri. Bular o'sha traditsionalizmning oldida keladigan bir chang, to'zon, lekin umuman olganimizda traditsionalistlar o'zi boshqa. Ya'ni Abdulla biz o'zimiz ham suhbatlashib ketib qoldik. Ya'ni biroz chuqurlashdik. Biz bundan nima deydi? Uzr so'raymiz desak ham bo'ladi. O'zi aslida hozir biroz yengilroq suhbat bo'lish kerak edi, lekin zarar qilmaydi. Albatta biz buni yoritamiz. Ya'ni bu siz imkonsiz. Shuning uchun savollaringiz bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Mana 19-asr oxiri 20-asr boshlarida ilm-fan rivojlangan, aniq fanlar, texnologiyalar. O'sha payt olimlarda bir qanday deydi, optimistik ruh bo'lganda, ilm-fan rivojlanib borgan sari odamzod baxtli bo'lib ketaveradi, urushlarga chek qo'yiladi, qaysidir guruhlar. Bu odam kitobini o'qigandan keyin chiqargan xulosam sovuq aqlni joyiga qo'yib, unday bo'lmaydi. Odamzod fe'li o'zgarmaydi. Demak, aytayapmanki, odam chuqur fikrlasa, donishmand bo'lsa, o'zidan 100 yil, 200 yil oldingi voqealarga baho berishi mumkin ekan. Shu ma'noda to'xtalsanglar. Bularga bu juda ham muhim savol. Ya'ni Genon aytadiki, traditsiya bu vaqtdan ustun hodisa. Ya'ni bunga vaqt ta'sir ko'rsata olmaydi, buni o'zgartira olmaysan buni. Bu shunday ilohiy, sakral bir hodisa. Va uning ustida minglab ilmlar qilish shart emas. Bir avlod o'sha traditsiyani angladi, o'zining davri bilan traditsiyani angladi genon bo'yicha. O'zining davri bo'yicha, ya'ni haqni angladi. Boyagi Mavlona Jaloliddin Rumiyda ichindadir degan hattoki kitobi bor. Jaloliddin Rumiy bu traditsiya nimasi bu, o'sha vakillaridan biri. Va u aytadiki, yashab turgan avlodning vazifasi ilmiy yangiliklar qilish, hamma yangi narsalarni vujudga keltirish, qandaydir teoriyalarni, nazariyalarni vujudga keltirish emas, mavjud traditsiyalarning haqiqatini aniqlash olimning vazifasi. Haqiqiy olimning vazifasi. Bir avlodning katta, ya'ni iyerarxiyadagi intellektuallari o'zining davrining muammolaridan kelib chiqib traditsion ruhni aniqladi. Va o'sha traditsion ruhni oldida
keyingi avlodga yetkazdi. Bo'ldi, boshqa ishi yo'q uni. Keyingi avlod o'zidan yuqori avlodning bilimlari, traditsion bilimlari asosida o'zining davrini o'rgandi, o'zining davrining muammolarini o'rgandi va o'zining davridagi traditsiyaning o'ziga xos xususiyatlarini anglatdi, u ham keyingi avlodga yetkazdi. Va vaqt mana shu siklik ko'rinishda aylandi. Va bugun shu siklning boshlanishi bo'ladigan bo'lsa, oxiriga ham shu traditsiya yetib kelish kerak genom bo'yicha, o'zgarmasdan. Mana shunda baxtli bo'lasan. Va mana shu missiya qandaydir fizikani, kvant fizikasini genom aytadi, fizikaning ya'ni bunaqa demaydi-yu, ya'ni fizika yo'q bu hozirgi fizikada deydi. Ya'ni umuman uni deydi faqat tashqi ko'rinishi qolgan deydi. Ya'ni fizikani metafizikadan ajratib bo'ldi deydi. Bu yog'i bu fizika urush vujudga keltiradi deydi. Atom yasaysan, atomdan boshqa hech narsa yasay olmaysan. Ya'ni portlatadigan atomni aytyapman. Yadro yasaysan, nuklear bombalar yasaysan. Sening fizikang faqat urushga, bir-biringizni o'ldirishga sabab bo'ladi deydi. Chunki sen uni metafizikadan ajratding deydi. Yoki masalan ximiya deydi. Ximiya. U alximiyadan ajratding uni, mohiyatdan ajratib qo'yding va ximiya faqat zaharlash bilan shug'ullanyapti bugun deydi. Dori sanoatini qarang, Abdulla aka. Nimaga boring? Doktorga boring. Yarim tabletka bilan tuzaladigan narsanga unaqa 10 ta tabletka yozib beradi ustingga. Dori firmalari kasallik yaratyapti hozir. Orqasidan keyin dorisini yaratyapti. Biznesga aylanib ketib qolgan. Genom mana shu narsalarni tushungan. Ya'ni Razbek genomga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki u ma'lum bir qonuniyatlarni tushungan. Uni faylasuflar tushunishi kerak bo'lgan, ma'lum bir qatlam tushunishi kerak bo'lgan jihatlari bor, xavfli jihatlar. Lekin u qonuniyatlarni tushungan u. Qonuniyatlarni tushungan va genom bugungi zamonaviy modern dunyoning faniga qarshi chiqar ekan, unda asos bor edi. Mana shu narsalarni nazarda tutadi u. Va oxiriga borib deydi, shunday bo'ladiki, tinmasdan kuniga yangi fan hosil bo'ladi. Kuniga. Mana hozir G'ayratxo'ja aka, Said Aliyev sun'iy intellekt bilan ko'p shug'ullanadilar. Kecha aytayaptiki menga Abdulla aka, sun'iy intellekt kuniga nazariya yaratayotgan ekan. Pochkalab tashlayapti deydi nazariyani. Mana shu har kun sun'iy intellekt yangi nazariya yaratyapti deydi. Bu o'sha dunyoni yana xavfga yetaklaydigan bitta xususiyat. Azizbek? Shunday, men bir narsani qo'shmoqchi edim. Zamonaviy dunyo traditsionalistik paradigmani qoloqlikda, bir ilm fandan yiroq, bir mistikadan iborat, okkultist va hokazo safsata, absurd narsalar bilan nima qiladi, tamg'alaydi. Bu orientalistik terminda ko'rishingiz mumkin. Chunki falsafagacha bo'lgan davrni tadqiq qilgan bir qancha olimlar bor, samimiy olimlar o'qib o'rgandi. U davrni o'zini shifr, shu tili bor, o'zini tili bor, terminlari bor. Sizlar o'ylamanglar, ular qoloq bo'lgan. O'sha Hindu davridagi, yo Mayadagi, mana Meksikadagi Maya qabilasi ismi, Misrdagi piramida. Misol uchun Hamid aka bu davrdagi mana bizni davrimizda teleportatsiya deysizmi, kvant fizikasi deysizmi, ular bor. Asli bor bu narsa. Faqat bu traditsionalizmda tili bu kripto, ya'ni yashirilgan bir til, kodlar bilan xabarlashadi bir-biri bilan. Burayhon Beruniy Hindistonga o'sha borganida sanskrit tilini o'rganadi va biladiki, brahmanlar o'zlaridagi mavjud juda katta ilmiy bazani tashqariga chiqarmaydi, ochiq baza qilib. O'zidagi mistik she'rlar, afsonalar, turli xil narsalar bilan aralashtirib yuboradi. Shu yomg'ir yog'ishini bashorat qilish, quyosh chiqishini, quyosh tutilishi, o'sha samoviy nimalarni, voqea hodisalarni oldindan bashorat qilish. Umuman juda katta ilm bor. Bekorga Xorazmiy o'sha raqamni olmagan-ku ulardan. 0 va 1 raqamni. O'zi misol 0 va 1 raqamini ortida borliq va borliqdan tashqari mavjudsizlik falsafasi yotadi. Oddiy raqam emas. Hozir ham misol uchun o'sha analog kompyuterlarga va yana Hamid aka mana shu ustida agar falsafa yuritadigan bo'lsangiz, u men bu nimani
qora tuynukni sirlari boshqa juda katta narsa ochiladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, modern dunyo o'zining ratsionalizmi bilan, o'zining kosmosga chiqishi bilan maqtanishi mumkin. Va bu traditsionalistik dunyoni tanqid qilish, lekin ularni o'zini tili bor. Ularni o'zini sivilizatsiya demaylik, o'zi o'sha davrga yashagan davrida nihoyatda katta narsalar bo'lgan. Misol hatto piramidani oddiy qurilishini qarang. Men u davrni maqtamoqchi emasman. Muammo shundaki, Genon o'sha davrdagi ilm fanni metafizika bilan bir xil deb aytardi. Mana Misrdagi geometriya muqaddas, Bobildagi arxitektura qarasangiz, traditsiya bilan shakllantirilgan o'sha markazdagi yirik ibodatxona, o'sha yerdan turib yulduzlarni, quyoshni, harakatlarni, nimalarni o'lchagan sayyoralarni, yo Xitoyga boring, mana Xitoyda bir nima bor-ku, bir zamonaviy olim borib turib, Leibniz borib 0 va 1. 0 va 1 da o'rgatadi. U yerda ham mana bir-birini bilmagan holatda 0 va 1 bor. U Xitoyliklarda misol 10 ming yil oldin bu narsa ma'lum bo'lgan. Bu zamonaviy dunyo o'sha ilm fanni hali bilmadim, bir ancha oldiga yeta oladigan narsa emas. Muammo shundaki, u paytda ilm fan ma'lum bir diniy bir nima bilan, argument bilan, atribut bilan bog'langan edi. Shu orqali tushunishardi. Misrda va hokazoda. Sakral tushunish bor edi va bir bilan urushmasdi-da. Bir bilan urushmas. Chunki o'sha mana hozir 0 va 1 nimada bor, Hindistonda. Endi Hindiston deganda ham hozir bu u yerdagi turli xil madaniyat bor u yerda va Xitoyda. Hozirgi nimada mana shu kitobda adashmasam, Sharq va G'arbda ham bor Abdulla aka. Leibniz degan olim o'tgan va u matematika, ya'ni 0 va 1 nimasini o'ylaydi, boyagi gipotezalarni o'ylaydi. Borsa Xitoyda u necha ming yil oldin bor ekan. Bu ya'ni bir imperator, faylasuf bor va u qo'llagan ekan bu narsalarni va nimasida bu madaniyatda bir sakral bir qonun sifatida qabul qilingan va ular uchun normal narsa bo'lgan va Leibniz aytadi deydi, men uni birinchi tushunib, ularga tushuntirib berdim degan bezbet bo'lar deydi. Ya'ni xuddiki deydi, u ming yillar davomida ishlatib yurgan qonuniyatini ular bilmagan ekan u deydi. Borib Leibniz tushuntirib bergan ekan ularga deydi. G'arbning 200lamachiligi shu yerda deydi. Sharq buni men bilaman, buni men yaratdim degan qarashda emas, ularga kerak emas bu narsalarni. Men yaratdim deyish, uni boshqalarga sen ham shuni tushunishing kerak deb aytish deydi. G'arbning eng katta muammosi, ya'ni G'arb degan paytda Genon bu profanik sivilizatsiyani nazarda tutadi. G'arb kasallangan va davolab bo'lmaydi deydi. Bo'ldi, uni orqaga qaytara olmaysan, chunki nima katolik, ya'ni bu traditsionalizm tiklashi mumkin bo'lgan katolitsizm yo'q. Atlantida yo'qolgan va keltlar madaniyatining ma'lum bir rudimentlari, kichik belgilari bor, u urug' vazifasini bajara olmaydi deydi. Va qiziq bir nimasi bor Genonning. Yevropa men mana shu nazariyani yaratdim desa, sharqliklar deydi, miyig'ida kulib biz bolalarimizga yoshligida o'rgatamiz bu narsalar degan nimasi bor deydi-da. Bu sizlar yaratayotgan o'sha buyuk nazariyalarni bolalar o'sha she'rlar ko'rinishida, dostonlar ko'rinishida yosh payti o'qiydi uni. Yosh paytidan biladi uni, hali go'daklik paytidan biladi uni. Sizlar endi yaratdim deb yursizlar bu narsani, bizlarga tiqishtirib yursizlar. Sharq hayotda qabul qilmasdi bularning nimasini, lekin G'arbning bugungi ustunligini qo'pol kuch belgilab beradi deydi. Ular uchun boyagi materializm, tinmasdan harakat qilish, progressga intilish faqat qurolni rivojlantiradi deydi. Axloqni o'ldiradi, haqiqatdan ham axloqni o'ldiradi, qurolni rivojlantiradi va bular o'zining axloqsizligi bilan qurol ko'tarib kelib, hammani qirib tashlab, o'zining madaniyatini joriy qilib yurgan davri hozir deydi. Mana bordi Afrikaga, Leopold II degan bir qonxo'r bo'lgan, Belgiyaning qiroli qirib tashlagan. Nemislar borgan, qirib tashlagan. Italyanlar borgan, fransuzlar borgan, muzeylarda hali ham kallalari turibdi. Rossiya ham xuddi shu. Rossiya bu g'arb madaniyati bu. Shuning uchun Genon aytadiki, bu tinmasdan muammo keltiradi deydi. Shuning uchun dunyoga
traditsiyalarni qaytarishimiz kerak deydi va bu islomga juda ham yaqin tushuncha, lekin islom emas. Bizning maqsadlarimizda ham biri shu. Singib ketib qolmasin bu. Ha, u dunyoning borliqning haqiqatlarini juda ham zo'r aniqlab beradi. Ma'lum bir tinchlikni vujudga keltiradi. Lekin bu islom teologiyasi emas bu. Ya'ni u yerda jiddiy ziddiyatlar bor. Shuning uchun buni albatta hamma bilish shart emas. Lekin buni ma'lum bir jamoatlar jiddiy bilish kerak va kerakli odamlarga tushuntirib borish kerak deb o'ylaymiz. Katta rahmat. Endi shunaqa nima deydi? Inqirozga uchragan dunyoda oddiy o'zbek o'quvchilari o'zi xalqimizga qanday maslahatlar bergan bo'lar deylar. O'zimizni anaqalarimizni saqlab qolish uchun, traditsiyalarimizni. Shu fikrlar ham qiziqtiradi. O'zi Abdulla aka konkret bir o'quvchini oladi, eshituvchi, masalan, kimdir eshitayotgan bo'lsa, shu odam o'zini qanday tutsin hozirgi dunyoda? Nima qilsin? Shu ma'noda maslahat bersanglar-da. Abdulla aka, o'zi umuman bizning faoliyatimiz mana shu savoldan boshlangan. Masalan, mana oddiy bir vatandosh sifatida hali oliy ma'lumotimiz bor, deylik, huquqshunoslik bo'yicha, davlat tuzilishi bo'yicha huquqshunos bo'lganligimiz, politolog, siyosatshunos bo'lganligimiz uchun umumiy dunyo qarash, dunyo tuzilishi bo'yicha ma'lum bir bilimlarimiz bor, lekin jamiyatimizdagi muammolar shu darajada chuqurki, ildiziga yeta olmayapmiz-da. Masalan, korrupsiyani qanday yengishimiz kerak? Korrupsiyaning sababi nimada? Nima uchun hokimiyatlar taqsimoti deydi-yu, lekin hech taqsimlanmaydi? Nima uchun xalqning fikri inobatga olinmaydi? Nima uchun ne'matlar to'g'ri taqsimlanmaydi? Nima uchun hijobga bo'lgan munosabat, soqolga bo'lgan munosabat, endi oldinlar juda ham nima edi? Oddiy narsalar, masalan, nima uchun o'sha zamonaviy tilda ijtimoiy liftlar ishlamaydi? Degan savollarni umumiy berilayotgan javoblarda qandaydir manzil yo'qligini sezish bor edi bizlarda. Va asta-sekinlik bilan o'zi bu dunyo qaysi dunyo bu? Kim qurdi o'zi bu dunyoni? Ya'ni kimning konstruksiyasidagi dunyo va bizdagi singdirilgan dunyoqarash qayerdan keldi bu? Bu boyagi modern dunyoqarash. Rivojlanishing kerak, diplom olishing kerak, IELTS olishing kerak, mashina olishing kerak, 2 etajli uy qurishing kerak. Unda ham tinchim, o'lguncha tinchim. Ya'ni bu ham muammolar bor va mana shu muammolarni Abdulla aka o'rganish jarayonida sizga kitoblar tavsiya etiladi, ya'ni qaysidir ma'noda bir tabiiy bir tavsiya etiladi. Kitoblarni o'qish jarayoningizda man bu qismini o'rgangan ekan, bu olim bu qismini o'rgangan ekan. Biz zamonaviy dunyo inqirozini tarjimasiga kelishdan oldin savol qo'ydikki, o'zi bu davlatning konstruksiyasini kim yaratgan? Baraka topib, nima bu davlat bu? Bu kimning ijodi bu davlat degan narsa. Va bizga o'sha bildikki, bu Montesquio'ning davlati bu. Gegelning davlati bu. Bu Locke'ning davlati bu. Gobbesning davlati bu. Va mana shu kitoblarni tarjima qildik ko'pchiligini. Endi mohiyatini aniqlamoqchimiz. Endi ularga bu genom mana shularning vujudga keltirgan dunyosining inqirozini aniqlab beryapti. Shuning uchun hozirgi bizni eshituvchilar, samimiy vatandosh tabiiyki atrofidagi muammolarni o'rganadi. Atrofidagi muammolarni o'rganayotgan ekan, uning ildizi chuqur ekanligini tushunadi va u o'zining ustida ishlashni boshlaydi. U endi biladiki, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bu kulgili narsa. Bu biladiki, bu bilan yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqqa chiqib nima uchun korrupsiya bor deb stol urganiga hech narsani belgilab bermaydi. Uning ildiziga yetishing kerak buni. Kim vujudga keltirdi buni? Bu o'sha Badriyarning kitobini tarjima qildik, simulakr va simulyatsiya kitobini. Bu simulakr dunyosi bu. Va shu asta-asta tushunar ekansiz, Abdulla aka, tinchlanasiz. Eng katta yutuq shu bo'ladi. Bu shundoq ringenda ko'rganda ko'rasiz, tepada o'tirganlar bilan deylik yugurdaklarni hammasini. Nima uchun xizmat qilib yurganligini tushunasiz.
mana shu, ya'ni bu kitobni o'qir ekan, bu motivatsiya bermaydi bu kitob. Bu kitob sizga yana yuk yuklaydi, mas'uliyat yuklaydi bu kitob. Bu profan dunyosi berayotgan qandaydir rivojlanib ketasiz. Muvaffaqiyatli insonlarning 10 ta anaqasi siri, 8 ta xususiyati, odam jahlini chiqaradigan bo'lgan bunaqa narsalar. Yo'q, bu ichingizga kirasiz va mana shu narsalarni jim o'tirib mohiyatini aniqlash imkoniyati. Ha, siz harakatga kelib nimanidir to'g'rilolmasligingiz mumkin, lekin siz tushunasiz shuni. Bo'ldi, aniq tushunasiz. Ha, bular davolanmaydi-da. Davolab bo'lmaydi bular. Chunki ildizi kasal bulardi-da. Degan, ya'ni xulosalarga kelasiz va sizga qalb xotirjamligi, diningizni ham tushunib boshlaysiz. Chunki dinning ham atrofi simulyakrga to'lib yotibdi. Madhalitlar hamma joy simulyakrga to'lib yotibdi. Shuning uchun mana shu masalalarni tushunar ekansiz. Bir vaqtning o'zida kitob o'qiysiz o'zbek tilida, tushunarli tilda, lekin sizni har bir abzats ChatGPT ga murojaat qilishga, bir narsani tushunib olishlik uchun yoki bo'lmasa Google ga murojaat qilishga yoki boshqa kitoblarni varaqlashga majbur qiladi va bu yuksaltiruvchi kitob bu. Cho'ntagingizni boyituvchi kitob emas, mashina olib beradigan kitob emas. Onajonim deydigan nima emas, otajonim deb boyagi. Yo'q. Bunday kitob emas bu va sizni qaysidir ma'noda genon tili bilan aytganimizda men aytardimki, bu intellektual elitani tarbiyalaydigan kitob. Tinch, uzoqdan qara oladigan, o'sha nima vujudga smuta deydi-ku, o'sha boshboshdoqlik vujudga kelgan paytda viqorni ushlab tura oladigan, yuqoridan qarab ko'ra oladigan, o'limdan qo'rqmaydigan mana shu avlodni shakllantirishning bitta kitobi bu. Mana shunaqa elitani shakli. Men shunday deb tushunaman Avazbek Abdullaga kitobni. Bu masalaga mana shuni qilmoqchi edim. Ya'ni siz savolni traditsiyani qanday saqlash dedingiz. Ya'ni bu Avazbek e'tiroz bildirmasligi mumkin emas bunga. Zotan men biroz traditsionalizm menga ko'proq ta'sir ko'rsatgan, hali chiqib ketganim yo'q. Chunki buni qisqacha aytib o'tishim kerak. Aka, traditsiya bilan dinni mumazziyati juda ham katta. Ikkalasi alohida narsa. Endi traditsiya deganda bu o'sha piramida davridagi kohinlar, ya'ni payg'ambarlarga haj ko'rishgan kohinlarni o'zini traditsiyasi alohida bor va u payg'ambarlarni o'zini ulardan keladigan traditsiyasi bor. Buni aniqlashtirish kerak. Va maqsad traditsiyani saqlash emas, maqsad tushunish. Ya'ni va yana bir narsa borki, yuqorida aytdim, bu kitob go'yoki zamonaviy dunyoni, misol uchun shuni aytardim, zamonaviy dunyoni sekulyarlashtirgan bo'lsa, bu kitob sakrallashtiradi. Muammo shunda. Dunyoni sakrallashtirishda ham muammo bor. Dunyoni mohiyatini tushunish, umuman ilm fanni qilish, unda gap yo'q. Masala uni metafizik jihatlarida, misol uchun umumiy genonda mana vaqt tushunchasini qarasangiz, unda sikllik vaqtni ko'rasiz va u tugamaydi. Bu dunyo abadiy, bu borliq abadiy, immanent bir dunyoni tasavvur qilasiz va ana shu hamma narsa shu borliqning ichida. Yaratuvchidan tortib jannat, do'zax hammasi shu borliqning ichiga qo'yadi-da. Va bu uchun traditsionalistlar uchun mana shu dunyoda iyerarxiyani bo'lishi, prinsiplarni mustahkam turishi va mohiyatga erishishda ramzlar, simvollarni birinchi o'ringa turganligi va haqiqatga erishishda orada vosita turganligini nazarda tutadi. Bu narsalar umumiy o'sha ko'pxudolik nimasi ta'limotlaridan shakllangan narsada. Shuning uchun aytyapmanki, buni qisqa aytib ketyapman, farqlash kerak. Ya'ni payg'ambarlarning o'zining traditsiyasi boshqa, umumiy boshqa buni juristlar deydi, ularning traditsiyasi boshqa. Ruhoniylar, ruhoniy boshqa. Va bu biz yangi davrga kirib kelyapmiz. Bu kitobni yana bir jihat shundaki, bizga yangi kirib kelayotgan davrning o'sha
siyosiy hokimiyatdagi sakrallashuvdan tortib iyerarxiyagacha tushuntirib beradi. Misol uchun iyerarxiya ya'ni tabaqalashish yo'qolgan narsa emas. Bu zamoniy dunyoning eng gullagan, rivojlangan paytida ham iyerarxiya bor. Hozir ham bor. Misol mana oddiy o'sha katta kompaniyalarni qarang, Hindistonda borgan texnokratlar ishlaydi-ku katta lavozimda. Ular iyerarxiyani shakllantirib olgan o'sha korxonalarda ham. Va ularda demokratiya va liberal dunyoga mutlaq e'tiroz bor. Bizda ham e'tiroz bor, misol uchun. Qonun ustuvorligi degan narsa, bularga qiziq narsa. Thomas Hobbes Leviathan asarida o'sha Leviathan, ya'ni eng oliy iroda qonundan ustun. Bu qonunni o'zi ijro etadi, o'zining manfaatiga qarab turib o'zgartiradi va u qonun oldida javobgar emas, qonundan yuqorida. Qonun ustuvorligi o'sha suverenitetgacha deb aytadi. Bu holatda, misol qonun ustuvorligini siz mantiqiy ziddiyatga tushib qolganligini ko'rasiz. Bir suverenitetning ichida bir maqsad yo'lida shakllangan, ya'ni sud hokimiyati ham shuning ichida, parlament ham ichida, ijro hokimiyati ham bitta suverenitetning ichida bo'lar ekan, bir-biridan qonun ustuvorligini ta'minlay olmaydi. Hokimiyatlar taqsimoti misol uchun. Hokimiyatni bir nimani ichida, siklni ichida 3 ga bo'lasizmi, unga bo'lasizmi? Bitta suverenitetning ichida mavjud bo'ladigan bo'lsa, muammoga olib keladi. Albatta, Genon bu masalalarni kitobda aytmaydi. Men kitobdan tashqari boshqa ma'lumotlarni turib aytyapman. Ya'ni zamoniy dunyoning inqirozlari ular o'sha shakllantirgan davrda yo'q aniq edi. O'sha Russo aytadigan fuqarolik dini deysizmi, yoki ijtimoiy shartnoma deysizmi, yoki masalan millat ustiga davlat qurish misol. Millat oldin ham bo'lgan, to'g'ri, lekin millat ustiga siyosat shakllantirish, siyosiy hokimiyat shakllantirish bo'lmaydi. Shunaqa millat bilan bog'liq mana shu modern dunyoga kirdi. Millatlar ham ko'payib ketib qoldi-da. Genon aytgan narsa shu, ya'ni droblение, ya'ni bo'linib, rudimentlashib, bo'linib ketib qoldik va u har birimiz ustiga davlat qurmoqchi bo'lamiz-da. Misol nimada bor, bu kitobda yo'q. Qadimgi Misrda borsa turli millatlardan kelgan, koptlar bor, Falastindan kelganlar, hokazo bor. Lekin misrlik millatni shakllantirgan ular. Ya'ni yagona o'sha misrlik madaniyat ustiga, misrlik traditsiya ustiga millat shakllantirgan. Umuman traditsiyada turli xil nimalarni, millatlarni jamlab yagona bir nimani yaratadi. Boshqaruv paradigmani yaratadi. Bunda misol Duginda o'sha geosiyosat asoslari kitobida qarasangizlar, buyuk davlatlar anaqasi davri kelyapti deydi. Unda misol uchun deydi, mana Rus dunyosida Rossiya hamma rusiy zabon, mana o'sha Kiril nimasidagi pravoslav millatlarini birlashtirishi o'zi yagona kuch markaziga aylanishi kerak deydi. Forslarni qarasangiz, mana ham Eronda bu ham traditsionalistik davlatda. Mana shu fors zabon, shu yerdagi Shia e'tiqodidagi Eron atrofida birlashish kerak degan narsani. Yoki mana buyuk Isroil loyihasini olasizmi, buyuk Hindiston va hokazo, mana shu buyuk termindan boshlangan jarayon mana shunaqangi traditsionalistik dunyodan keladi va ularda qiziq narsa bor. Yuqorida aytdimda, o'sha davlatning dastlabki elementlari shu traditsiyadan kelganda, davlatning. Gobbs ham bekorga Leviathan ismini Tavrotdan olmagan. Tavrotdan olganda u ham o'sha eski nimadan, matndan olgan. Chunki siyosiy hokimiyatni traditsionalistik nuqtai nazari bilan qarasangizlar, tinglovchilarga nima qilaman? Juda ko'p narsalar ochiladi. Global loyihalar, global bir jarayonlarni, urushlarni ortidagi hodisalar, undagi o'sha traditsionalistik hokimiyat egalari qanday ko'zlayapti degan masala ko'rish mumkin. Yakunlasak ham, agar savollar o'z biroz nima qildik, ya'ni chuqurlashib ketib qoldik. Yaxshi suhbat bo'ldi. Balkim bilmadim, agar yana nima bo'ladigan bo'lsa, qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, rejalar haqida ozgina gapirasizlarmi? Renegenon qanaqa rejalar haqida gaplashsak bo'ladi. Demak, hozir tarjima jarayonida menda Sharq va G'arb asari, Renegenon o'zi bunda bitta nima bo'lgan bo'lsa, G'arb va Sharq bobi bor, o'zi alohida kitobi ham bor. U ham mana shu hajmda. Keyin Genonning asosiy asarlaridan biri albatta bu to'plam, maqolalar to'plami. Traditsionalistik
dunyoda nima edi Avazbek? borliqning Borliqni turli xil holatlari, holatlari. borliqni tushunishdagi o'sha turli xil tradisionalistik qarashlar degan kitob. Hozir keyingi nimamiz, tarjimamiz xudo xolasa o'sha sharq va g'arb va borliq haqidagi Genonning qarashlari va undan tashqari Genonning tradisionalistik tafakkurdan kelib chiqib hokimiyatni tushunish haqidagi asari bor. Hokimiyatni qanday tushunishimiz kerak va tradisionalistik metafizika qanday bo'lganligi, qanday bo'lishi haqidagi tushuncha o'sha belgilab bergan kitoblari bor va hozir niyat qildikki bu ishni boshladikmi, demak hammasini tugatish kerak asta sekinlik bilan. Ya'ni tarjimamizning bir qismida bo'ladi. Zaten o'zi masalan hozir bizlardagi Abdulla aka tarjima shundayki, masalan menda Genon bilan birga stoitsizm asarlarini ham tarjimasini shug'ullanyapmiz. Ya'ni oldingi bazasini ham tarjima qilish kerak. O'rtada neoplatonistlar bor va bular postmodern mutafakkirlar desa bo'ladi. Genonni postmodern mutafakkir. O'zini unaqa demaydi, lekin meni unaqa qilib o'tirmasin. Jean Baudrillard ham, René Genon ham o'zini postmodernist demaydi. Michel Foucault ham. Lekin umuman olganimizda bular o'sha postmodernizm, ya'ni modernga qarshi bo'lgan, uni inkor qiladigan, intellektual inkor qiladigan kitoblar yozganligi uchun bu ya'ni bizning tarjimamizning 3-yo'nalish. Endi o'rtadagi yo'nalish bu o'sha mana Lokni tarjima qildik. Qonunlar ruhini tarjima qildik. Bular bir-biriga yaqin o'rta nimalar bilan, neoplatonistlar. Va bizda yana Leviathan bor, hali Avazbek tarjimasini boshlagan va ruh fenomenologiyasi. Keyin Kant, Avazbek Kant qolib ketyapti. Mana shu 3 yo'nalishda ketyapmiz hozir. Bu o'sha zamonaviy yo'nalish. Lekin neo nimalar bor, ya'ni aynan hozir faoliyat yuritayotgan faylasuflar bor. Ularni ham xudo xolasa faoliyatimizga kiritamiz. Baribir bir. Mashaqqatli mehnatinglarda sizlarga sabr toqat, omad tilaymiz. Alloh yor bo'lsin. Xudo xolasa kitob chiqarish masalasida ham hamkorligimiz davom etadi degan umiddaman. Katta rahmat mazmunli suhbatlar uchun. Rahmat. Salom. Rahmat.